nasib qilsa bizga mashinalarni test qilish. Assalomu alaykum, hurmatli professionallar. Sizlarga va'da qilganimdek, Alfa Surveying brendiga mansub Alfa Toro Genesis qurilmasini test ko'ramiz. Testimiz bir nechta qadamlardan iborat bo'ladi. Birinchi testimiz uzoq masofada kurs bazasiga ulangan holda tekshirib ko'ramiz, ya'ni ularni qanaqa xatolikda ishlayotganligini. Keyingi testlarimizni esa video davomida ko'rishingiz mumkin. Alfa Surveying brendining Alfa Toro Genesis qurilmasini Alfa B55 dala kontrolleriga uladik. Dima Pro dasturi orqali tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rayotganingizdek, kurs bazamizdan 65 km 599 metr uzoqlikda tekshirib ko'ramiz. Pribordimizning balandligi 1.60. Sputniklar joylashishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda hamma ma'lumotlari kelib chiqadi. Biz esa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'lchov, ikkinchi o'lchov, uchinchi o'lchov. Endi Genesis qurilmamizni o'chiramiz. Va qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Ikkinchi marta instrumentimizni ishga tushirdik. Endi yana 3 nuqta olib ko'ramiz. Bitta o'lchov, ikkita o'lchov, uchta o'lchov. Endi yana Genesis qurilmamizni o'chiramiz. Mana 3-marta Genesis qurilmamizni yoqamiz va yana 3 ta nuqta olib ko'ramiz. Birinchi o'lchov, ikkinchi o'lchov va 3-o'lchov. O'lchovlarimizning farqlarini bir tekshirib chiqamiz. Mana testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizlar bilan ushbu test natijalarini birgalikda ko'ramiz. Birinchi nuqtadan 3-nuqtagacha bo'lgan eng katta farqi x dan 1 mm, y dan 1 mm, h dan ya'ni balandlikdan 5 mm. 4-nuqtadan 6-nuqtagacha eng katta farqi x dan 5 mm, y dan 2 mm, balandlikdan 6 mm. 7-nuqtadan 9-nuqtagacha eng katta farqi x dan 3 mm, y dan 1 mm, balandlikdan 3 mm. Endi birinchi olingan nuqta bilan va oxirgi olingan 9-nuqtamizning farqi, eng katta farqi x dan 20 mm, y dan 20 mm, balandlik atmetkadan 20 mm, ya'ni 2 cm 1 mm. Natijalarni o'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin. Endi biz keyingi testga qarab yo'l olamiz. Hozir nima qilamiz biz? Sen bilan hozir hech kim ko'rmagan test qilamiz, ukam. Hozir sen videoga? Mana ikkinchi testimizga navbat keldi. Ikkinchi testimizda daraxtzor joyi, ya'ni daraxtning tagida qanaqa qilib test fix bo'lishi va uni qanchalik aniqlikda olishini tekshirib ko'ramiz. Alfa Toro Genesis qurilmamizni yoqib ko'ramiz. Mana yoqdik. Endi esa Dima Pro dasturiga kirishini ko'ramiz. Dima Pro dasturiga kirdim. Hozir kontroller va Genesis qurilma bir-biriga aloqa o'rnatyapti. Mana ulandi. Xo'p. Bir pasda test fix berdi, qoyil. Endi bitta nuqta olib ko'ramiz bu bilan. Nuqta olishimizdan oldin kurs bazamizdan 9 km 177 metr masofa uzoqlikda va sputniklarni joylashuvini ko'rishimiz mumkin. Birinchi nuqtani olamiz. Endi Genesis qurilmamizni o'chiramiz va qaytadan ishga tushirib, ikkinchi marta nuqta olib ko'ramiz. Genesis qurilmamizni o'chirdik. Uni qaytadan ishga tushiramiz. Dima Pro dasturiga kiramiz. Avtomatik tarzda kontroller Genesis qurilma bilan aloqa qilyapti hozir. Mana hozir fix rejimiga. Xo'p, где-то 6-7 sekund zaderishga bo'lar ekan, ya'ni vaqt kerak ekan bir-biriga ulanishi. Mana hozir yana fix rejim berdi. Yana sputniklarimizni tekshirib ko'ramiz. 9 km 177
masofa uzoqlikda sputniklarning joylashuvi va ikkinchi nuqtani olamiz. Ikkinchi nuqtani oldik. Endi yana instrumentimizni o'chiramiz va qaytadan ishga tushirib ko'ramiz 3-marta. Qaytadan ishga tushirdik. Hozir indikator svetlari boshqatdan hammasi yonib olishi kerak. Yongandan keyin Dimapro dasturga qaytadan kirib ko'ramiz. Svязь bo'limiga, соединение bo'limiga kirib, boshqatdan ulab ko'ramiz yana. Mana ulandi. Hozir sputniklar o'zini joylashgan o'rnini topadi va fix rejim beradi. Mana ko'rib turganingizdek fix rejim berdi. Sputniklarning joylashuv o'rni bazaviy stansiya 9 km 177 metr va 3-nuqtani olib ko'ramiz. 3-nuqtani oldik. Endi ularni solishtirib ko'ramiz. Mana ikkinchi testimiz ham nihoyasiga yetdi. Uning natijalarini sizlar bilan bo'lishaman. Xo'p, planda X bo'yicha 11 mm, Y bo'yicha 11 mm, balandlik bo'yicha esa 22 mm farq beryapti. Natijalarni o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Biz 3-testga qarab yo'l olamiz. Mana 3-testimizga ham yetib keldik. Bu test men eng yaxshi ko'rgan testlarimdan biri. Menimcha hali hech kim ko'rmagan bunaqa testni. Bu testimizni GNS priyomnikka suvga chidamligini ko'ramiz. Hurmatli operator, yaqinroq kelasiz. Men ishonchli bo'lish uchun ustidagi paketini yirtib tashlayman. Va testdan keyin GNS priyomnikni yoqib ishlatib ko'ramiz. Ishlaydimi, ishlamaydimi? Serial raqamini videoga olamiz. Ko'rindimi? Ko'ringan bo'lsa, ishni boshlaymiz. Mana 5 minut turdi. Serial raqamini bir yaqinlashtirib ko'raylik. Ko'ryaptimi? Endi GNS qurilmamizni yoqib ko'ramiz. Yondi. Hop, kontrollerga bog'lab ishlatib ko'ramiz. Kontrollerimiz yondi. Ko'zinglarning oldida Dimapro dasturiga kiramiz. Ko'ryaptimi? Mana ulanish boshladi. Kontroller bilan GNS qurilma bir-biriga fix. Hop, bugungi testlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Natijalarni o'zingizlar xolis ko'rishingiz mumkin. Hammasi haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman. Izohlarda keyingi modelimiz qaysi bo'lishini yozib ketsanglar, biz o'sha modellarni test ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.